Bayramlar arafasida viloyatdagi tuman va shahar bozorlarida arzonlashtirilgan mahsulotlar yarmarkasi tashkil etilishi an'anaga aylanib ulgurgan. Bu aholiga bayram kayfiyati ulashish, narx barqarorligini ta'minlash, shahar aholisi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxda xarid qilishlari uchun imkoniyat yaratadi. Hamma yangi yil oldi. Nimaga yangi yilga, bayramga, noz-ne'matlardan hamma narsadan oladi. Sherga qulaylik bo'lgan ekan. Nima qilyapmiz? Savdo qilib ketyapmiz. Narxlari arzon, qulay. Pastdarg'om tuman dehqon bozorida tashkil etilgan arzonlashtirilgan yarmarka ham bugun tuman aholisiga xizmat qilmoqda. Bu yerda asosan go'sht mahsulotlari, yog', shakar, un degan shu mahsulotlar xalqimizning dasturxoniga kerakli bo'lgan asosiy meva-chevalar bor. Mana shu dehqonlarimiz tomonidan kartoshka, piyoz yetishtirilgan mahsulotlarni olib kelib hozirgi kunda shu arzon narxlarda sotilyapti. Go'shtni ko'rib, aholimiz 95 mingdan ko'rib 1 kilo oladigan odam u yoqda 120 minggacha 2 kilo, 3 kilo olib ketyapti, xursand bo'lganidan. Yangi yil dasturxonimiz uchun eng sara va hamyonbop mahsulotlarni aynan ushbu yarmarkadan xarid qilamiz deydi aholi. Bu yerda hamma narsalar arzonligini ko'rib, yana ko'proq narsalar olgimki, reja qilmagan narsalarni ham olgim kelib qoldi. Yangi yil bayrami arafasida respublikamiz bo'ylab oziq-ovqat xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. Unda mas'ul xodimlar tomonidan bozor yarmarkalarida ham nazorat va profilaktika tadbirlari olib borilmoqda. Mana shu oylik davomida biz mana dehqon bozorlarimizga, mahallalardagi yarmarkalarga mutaxassislarni jalb qilib, hammasini joy-joyiga qo'yib, ulgarish nazorat qilish uchun mutaxassislar biriktirganmiz. Mana bizlarning eko bozorimizda ham bugun ancha mahsulotlarning sifatini nazorat qilish uchun shu bozorning sanitariya veterinariya ekspeditsiya laboratoriyasi mavjud. Ushbu laboratoriyada barcha mahsulotlar, meva sabzavotlar, mana bu ko'katlar barchasi tekshirilib, o'sha xulosalar olingandan keyin sotishga ruxsat beriladi. Bu kabi arzonlashtirilgan bozor yarmarkalari 15-yanvargacha davom etishi rejalashtirilgan. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.